Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Insof Invest. Bloom'da airdrop tokenlari taqdim etildi va kirib tekshiradigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin, menga 15 mingta Bloom tokeni berilgan, lekin Go to airdrop tugmasiga bosadigan bo'lsanglar, o'sha 15 mingtani faqatgina 30%ni claim qilib listing kuni sota olaman. Agar listing kuni 30% tokenlarni claim qilib sotadigan bo'lsam, qolgan 70% tokenlar kuyib ketadi. Agar claim qilmasdan kutaman deydigan bo'lsam, 6 oy mobaynida kutishimga to'g'ri keladi va 6 oydan keyin 100% tokenlarim ochiladi. O'shandagina barcha tokenlarni sota olaman. Shaxsan menda hech qanaqa ishonch yo'q. 6 oydan keyin Bloom tokenlari zo'r narxga chiqib ketishiga. Balki chiqib ketishi mumkin, lekin sabr qolgani yo'q, chunki 1 yildan beri mining qilamiz. Va Telegram mini app airdrop o'yinlariga ishonch tugab bo'lgan va ushbu trend ham yakunlanib bo'lgan. Telegramda hozir giftlar va stikerlar trendi boshlangan. Shu sababdan men listing esa shu oy oxirigacha bo'ladi katta ehtimol bilan. Barcha menga berilgan tokenlarni claim qilgan holda, ya'ni o'sha 30%ni sotib yuboraman va Bloom'ni qo'rqinchli tushdek unutib yuboraman. Umumiy tokenlar soni 1 milliard va agar taxminan kapitalizatsiya 30 million dollar atrofiga yetadigan bo'lsa, bitta Bloom token narxi 3 sentdan chiqishi mumkin. Bu eng pozitiv holat meni taxminim bo'yicha. Bo'lishi mumkin 10 million yoki 5 million dollar kapitalizatsiya yig'ishi ham mumkin, chunki hech qaysi top birjalarga listing qilinmaydi Bloom tokeni. Faqatgina Bloom loyihasini o'zida, ya'ni Bloom DEX markazlashmagan birjasida listing qilinadi. Shu sababdan ham katta likvidnost kutishdan foyda yo'q. Boya aytib o'tganimdek, Telegramda tab o'yinlari erasi yakunlandi va barcha o'zini holati va xohishidan kelib chiqqan holda risk qilsin. Va boya aytib o'tganimdek, Telegramda Telegram gift va NFT stikerlar trendi boshlangan. Bugun esa Ethereum blockchainida top 3talikda yuradigan Bike NFT stikerlari adashmasam soat 7 yoki 8 atrofida stiker botda chiqishi kerak. Silkasini opisaniyada qoldiraman botda. Va agar kim olishga ulguradigan bo'lsa, darrov kamida 2 baravar qimmat narxga sotib yuborsa bo'ladi deb o'ylayman. Kamida bo'lishi mumkin. 5-10 baravargacha ham chiqib ketishi mumkin narx. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va repost orqali qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz.